Ramazandagi ixlosingiz. Allohga bo'lgan qulluqingizni amaliylashtirish uchun Alloh azza va jallaning roziligi va savobini umid qilgan holda Allohga haqiqiy yuzlanishingiz va niyatingizni xolis qilishingiz amallarda shart qilingan ixlosni ko'rsatib beradi. Ixlos degan amal uningsiz qabul qilinmaydigan buyuk bir ma'noga ega so'zdir. Balki har qanday bir amalda ixlos qilish va Qur'on sunnatga ergashish shartdir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Sizlardan qaysinglarning amalda eng yaxshi ekanligini sinash uchun Alloh o'limni va tiriklikni yaratdi. Alloh g'olibdir. Tavba qilg'uvchini nihoyat mag'firat qilg'uvchidir. Fuzayl ibn Iyaz, Alloh uning rahmat qilg'ay, ahsanu amala, eng yaxshi amal degan ibaraning ma'nosi haqida eng xolis va eng to'g'risi deganlikdir. Amal ixlos bilan qilinib to'g'ri bo'lmasa qabul bo'lmaydi. To'g'ri bo'lib ixlos bo'lmasa yanada qabul qilinmaydi. Bir amalning qabul qilinishi uchun har ikki shart tepilish kerakdir. Xolislik Alloh roziligi uchun bo'lgani, to'g'riliq sunnatga asosan bo'lganidir degan. Amal qilish irodamizni Alloh taologa yaqinlashish va u zotdan ajr tilash niyati bilan ixlosni qo'lga keltirishga yuzlantirishimiz kerak. O'tkinchi dunyoning arzimas matolari uchun Allohdan boshqani ko'zlash qalb amallarining eng nachari bo'lganidek, Allohni va oxiratni ko'zlash qalb amallarining eng sharafli hisoblanadi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: Kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilgan manfaatining ba'zisini beramiz. Uningga oxiratda savobdan hech nasibi yo'qdir. Shura surasi 20-oyat. Qilgan yaxshi amallari bilan faqat hayotiy dunyoni va uning zibu-zinnatini, ya'ni dunyoning ne'matlarini ko'zlaydigan kishilarga ularning amallarining ajrini bu dunyoda to'liq beramiz. Dunyoda ularning ajridan hech narsa kamaytirilmaydi. Bundaq kishilarga oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'qdir. Ularning qilgan ishlari yo'qqa chiqariladi. Qilgan yaxshi amallari hisobga ilinmaydi. Hud surasi 15-16-oyatlar. Aziz Alloh yana mundaq deydi: Kimki oxiratni ko'zlaydigan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladigan mundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Isro surasi 19-oyat. Bu oyatlar va bu oyatlarga o'xshagan boshqa oyatlar ko'rsatib beradiki, har qanday bir amalda iroda va niyat nihoyat muhimdir. Chunki amallar niyat bilan hisobga tortiladi va qiyomat kuni niyatga ko'ra taroziga qo'yiladi. Bu vaqtda mashhur bir mutawatir hadisda Rasululloh mundaq deydi: Haqiqatan amallar faqat niyatlarga bog'liqdir. Har kishiga faqat niyat qilgani bo'ladi. Kimki Alloh va uning rasulining roziligini ko'zlab hijrat qiladigan ko'zliganiga erishidi. Kimki ozg'ina dunyoga erishish yoki bir ayolga uylanish uchun hijrat qilgan bo'lsa, faqat shuningga erishidi. Amal qanchalik oz bo'lishidan qat'i nazar, xolis niyat bilan qilingan bo'lsa, Alloh rasuli aytgandek katta mukofotlanib, necha hassa ajr beriladi. Hadisda sen Allohning roziligini tilab sarf qilgan har qanday xarajatingga, hatto ayollarning og'ziga solgan narsaga cho'qim ajr olasan deyilgan. Demak, amallarni taxmi yuksaltirib, ustun darajalarga ko'taradiganimi va yoki jahannamning qa'riga tushirib o'tadiganimi dal shu niyatdir. Amal garchi yuksak bo'lsa-mu, ixlos bo'lmasa, insonni halokatga boshlaydi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Qiyomat kuni eng avval hisob elinadigan kishilarning birinchisi shahidlardir. Bir shahid Allohning huzuriga elib kelindi. Alloh o kishiga bergan ne'matlarni tonutadi. O kishimi e'tirof qiladi. Alloh o kishidan bu ne'matlar bilan nima ishlarni qilding deb so'raydi. O kishi: Ey Rabbim, sening roziliqing uchun shahid bo'lgan qadar urush qildim deb javob berdi. Alloh taolo: Sen yolg'on so'zilding. Faloni jasoratli kishi ekan deyilsin deb urush qilding. Sening arzu qilganing bo'yicha shundoq deyildi deydi. Andan Alloh tarafidan o kishi yuzichilab so'rilib do'zaxga tashlanishga buyuriladi. Ikkinchi bo'lib ilm o'rgatgan va Qur'on Karim o'qigan bir kishi Allohning huzuriga keltiriladi. Alloh o kishiga ne'matlarni to'latadi. O kishimi e'tirof qiladi. Alloh o kishidan bu ne'matlar bilan nima ishlarni qilding deb so'raydi. O kishi: ilm o'rgandim va o'rgatdim. Sening roziliqing uchun Qur'on o'qidim deb javob beradi. Alloh o kishiga: yolg'on so'zilding. Sen ilmni paloni kishi olimkan va Qur'on o'qiydigan qori ekan desin deb o'rganding.
Amaliyotda shundoq deyildi deydi. Andin Allah tarafidan u kishi yuzichilab so'rilib do'zaxga tashlanishga buyuriladi. Uchinchi bo'lib, har xil mol dunyoga berilgan bir boy Allohning huzuriga elib kelinadi. Allah o kishiga ne'matlarni to'nitadi. O kishimi e'tirof qiladi. Allah o kishidan bu ne'matlar bilan nima ishlarni qilding deb so'raydi. O kishi bu mollarni sen sarf qilinishni yaxshi ko'radigan yo'llarga sarf qildim deydi. Allah o kishiga yolg'on so'zilding. Sen paloni saxiy ekan deyilishi uchun shundoq qilding. Amaliyotda shundoq deyildi deydi. Andin Allah tarafidan o kishining yuzchilab so'rilib do'zaxga tashlanishiga buyruq qilindi. Ey qiyamda turg'uchi va ro'zador qarindishim, ixlosni oddiy bir ish deb o'ylab qolmang. U amallarning tayanchidir. Bandalarning yaxshi yoki yomon oqibatlari ixlosga bog'liqdir. Niyatni xolis qilgan kishi nijotlikqa erishadi. Niyatini dunyoga qaratgan kishi halok bo'ladi. Shu jumladan Sahil at-Tasturi nafs uchun ixlosdan mushaqqatliroq bir amal bo'lmasi kerak, chunki ixlosda nafsning nasibasi bo'lmaydi deydi. Yusuf ibn Husayn ar-Razi mundaq deydi. Dunyodagi eng qimmatli narsa ixlosdir. Men qalbimni riyodan tozalash uchun ko'p tirishchilik ko'rsatdim. Lekin u yanada qalbda shakl o'zgartib o'nib chiqayotgandek qiladi. Mudarrif ibn Abdullah duo qilib, "Ey Alloh, men sana tavba qilib, yana qayta sodir qilib salgan gunohlarimdan mag'firat tilab qolaman. Sening roziliqing uchun qilaman" deb va'da berib, va'damni turolmagan ishlardan mag'firat tilayman. Sening roziliqingni ko'zlab qilgan, andan o ishlarga sen yaxshi bilasan. Yomon niyatlar aralashib qolgan bo'lsa, sendan mag'firat tilab qolaman deydi. Sufyan as-Savri hech bir ish bilan niyatimni tuzitishga ablashgandek ablashib boqmadim. Chunki u davomli o'zgarib turadi degan. Yusuf ibn as-Sabat mundaq deydi. Niyatni buzuqchilikdan paklash ko'p tirishchilik talab qildiganlik uchun amal qilguvchilarga eng qiyin ish bo'lib hisoblanadi. Salaf solihlar ixlosning kam bo'lishining amallarni yo'q qilib etishidan ansirab, har qanday ishda ixlosman bo'lishga tirishchilik ko'rsatdi. Bir kishi Nafi ibn Jubayrga jinozaga qatnashmamsan degan edi. U javoban sen niyat qilgandek niyat qilib olay dedi va bir oz turib amdi mangayli dedi. Ularning bu xil ho'shiyorligidan hayron qolmang. Chunki ular amallarida Alloh roziligi uchun ixlos ruhini hozir qilishning savobni hassilantiradiganligini obdan biladi. Ular hassilab savob olish uchun niyatni xolis qilishga qattiq hirisman edi. Jumladan Yahya ibn Abi Kasir Alloh taologa amaldanmi tezroq yetib boradigan niyatni o'gininglar degan. Darut at-Tai butun yaxshiliklarning niyatning go'zal bo'lishiga mujassamlanganligini ko'rdim. Garchi amalga oshirolmasangmi niyatingning yaxshi bo'lishi yetarlidir deydi. Ibn Muborak ba'zi kichik amallarni niyat cho'ngaytib beradi, ba'zi cho'ng amallarni niyat kichigiltib etadi degan. Ey ro'zador qarindishim, Ramazon va Ramazondan boshqa vaqtlardagi butun amallaringizning qabul bo'lishi qilingan niyat va umid etilgan savob bilan o'ng tanasibdir. Xolis niyat va savob umid qilish ixlosning o'zidir. Ro'za tutish, kechada qiyomda turish, qadr kechasini ibodat bilan o'tkazish, Qur'on tilovati va uningdan boshqa barliq diniy amallarda ixlos va savob umid qilish shartdir. Alloh taolo mundaq deydi: Ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haqdiniga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Namozni ado qilishga, zakotni berishga buyurildi. Ana shular, ya'ni ibodat, ixlos, namoz, zakotlar to'g'ridandir. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom shunday deydi: Kimki Ramazonda chin ixlos bilan savob umid qilib qiyomda tursa, uning burunqi gunohlari mag'firat qilinadi. Yana bir hadisda kimki qadr kechisi chin ixlos bilan savob umid qilib qiyomda tursa, uning burunqi gunohlari mag'firat qilinadi. Kimki Ramazonda chin ishonish bilan savob umid qilib qiyomda tursa, uning burunqi gunohlari mag'firat qilinadi degan. Chin ishonish bilan deganning ma'nosi bu ilohiy taklif haqdir deb e'tiqod qilgan deganlik bo'ladi. Savob umid qilib degan so'z haqida Imom Xattobiy mundaq deydi: Allohning savobini arzu qilgan holda ro'zini ig'ir ko'rmay va kunlarni uzun sanamay ko'nglidan rozi bo'lib tutishdir. Imom Navaviy mundaq deydi: Xaloyiqqa ko'rsatishni va ixlosga zid keladigan ishlarni maqsad qilmay bir Allohni maqsad qilishdir. Ey ro'zador qarindishim, ibodatingiz va itoatingizni qo'g'dashga, ularni riyo, maqtanish va kishilarning diqqat e'tiborini jalb qilishga zo'riqishdan pok tutishga tirishing. Rabi ibn Husayn mundaq deydi: Alloh roziligi maqsad qilinmagan har qanday ish yo'qolishga mahkumdir.
İbnul Javzi mundaq deydi: Ey miskin, sen kunduzni ashliq va usuzliq bilan, kechini uzun ruku sajdalar bilan o'tkazganingga qarabla o'zingni ro'za tutquchi hisoblamsan, cho'churini ham sanabsan. Sen qanchalik kamtar bo'lalading? Allohdan qanchalik aymanding? O'zingni Ramazon oyida g'alaba qozong'uvchi ro'zadorlardan hisoblashga oldirma. Sen niyatingni xolis, qalbingni pokiz qilib, puchak amallardan saqlanadigan va ularni arzu qilmaydigan holga kelmaguncha hargizmi nijotlikqa erishganlar qatoridan bo'lolmaysan. Ey Alloh, butun amallarimizni solih amallardan qilib bergin. Kishilar uchun emas, faqat sening roziliqing uchun bo'lgan xolis amallardan qilib bergin. Bu muborak oyda iymon aytgan va savob umid qilgan holda ro'za tutishimizga va qiyamda turishimizga yordam qilgan. Amin. Manba: Dr. Abdul Aziz Mustafa Kamil. Ro'zaning ruhiy va ma'nilari. Arabchadan tarjima qiluvchi Muhammad Yusuf. Sajiya Islom tadqiqot markazi.